Sarmoyaning oltin qoidalari. Bir tomondan Furot, bir tarafdan Nil daryosi bilan o'ralgan sahroning iliq hovuri ba'zan ko'z oldingizda ajib ro'yolar namoyon qiladigan ertakmonand shahar. Necha ming odam kelishni orzulaydigan joy. Yana nechalar ko'ngil uzolmaydigan, ilmdan voz kechib ketolmaydigan maskan. Ayniqsa shaharning osudaligi o'zgacha. Kelganlarning ilk e'tiborini tortadigan jihat ham shu. Chor atrofdagi xotirjamlik, sokinlik, sukunat. Halovat ne'mati insonlarning ruhiga, fitratiga, kayfiyatiga ham ko'chgan. Bozorda odamlarning hatto savdo ustida tortishib turganini ko'rmaysiz. Ko'chalari toza, ozoda. Bog'larda ochilgan anvoyi gullar muattar hidlar taratib, kishi qalbida noma'lum hislar uyg'otadi. Odamlari mehr-oqibat, insof, diyonat, ilmu ijod bandalari. Daf'atan biror yumushingiz tushib, qaysi bir eshikni taqillatsangiz, sizni mezbon albatta ochiq chehra bilan kutib oladi. Holingizni so'raydi. Qanday yordam kerak bo'lsa, baholu qudrat ado etishga intiladi. Xuddi Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvara, Mavroun Nahr, Xuroson, Marfdagidek bu azim go'shaning insonlari ham mehmonlarni yaxshi ko'radi. Kimdir haqsizlikka uchrasa, mahkama o'sha kuni ishini hal qiladi. Ilmda bir savoli chiqsa, tezda javobini topadi. Qiynalsa, zakotdan ajratiladigan pullardan ulushi bor. Ish qidirsa, yuzlab tojirlarning yuklarini ortib, tushirib turgan joyga borsa bo'ldi. Ustoz qidirsa, Imomi Azam hazratlarining Abu Yusuf va Imomi Muhammaddek zabardast shogirdlari bor. Karvonsaroylarida ham ilmga tashnalarning suhbatlari odamga sevinch beradi. Ta'riflaganimiz joyini payqagandirsiz. Ha, bu oshiyon islom olamining poytaxti Bag'doddir. Unga yondosh Basra, Kufa shaharlari ham shu poytaxtning ajralmas bo'lagi. Har birining dunyo rivojida alohida o'rni bor. Kamina ayni paytda bozordaman. Abdullohni kutib turibman. Bag'dodda hayot qaynagan, odamlar qizg'in tijorat bilan band. Yaqindagina Samarqandda bo'lib qaytgandik. Naqadar go'zal, barakali joylar. Fuzayl ibn Iyozdek samarqandlik akobir zot u yerlarni bejiz orzu qilmaydi. Avval ham borganmiz, ammo bu safar ko'proq joylarni ko'rdik. Yuzlab olamga dong'i ketgan tojirlar bilan tanishdik. Ha, xayollarim to'zg'ib ketdi. Mana vaqt peshinga yaqinlashyapti hamki, Abdullohdan darak yo'q. Nihoyat qo'lida bir kattaroq tilla xalta bilan ko'rindi. Sal qolsa, sensiz jamoat namoziga ketib qolardim, dedim tabassum qilib. Shu tariqa qisqa suhbat boshlandi. Xabaring bor, 3 yillar avval bir tojirga sarmoya qilgandim. U ot savdosini boshlayotgandi. O'sha odam bugun foydamni olib keldi. Muzoraba qilgandik. Men pul bergandim, u mehnat qilgandi. Shuncha vaqtdan beri xabarlashmagandik. Zotan sarmoya sabr demak. Meni sevintirgani, ko'rgan foydamdan ham ko'proq bu yigitning omonatdorligi, va'dasiga vafosi va g'ayrati. Alhamdulillah. Islom bizni naqadar baxtli qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam naqadar mehribon bizga. Butun hayotimizni, taqdirimizni go'zallashtirdi. Musulmon bo'lmaganimizda bu sharaflar bormidi? Bu yigitning shu omonatdorligini ko'rarmidik? Rost aytasan. Xudoga shukr. Islom bilan aziz bo'ldik. Aytgancha, sarmoya masalasida bugun yig'ilish bor edi. Peshindan keyin qani tayyorgarlik ko'raylik. Belgilangan vaqtda yig'ilish boshlandi. U yerda hatto boshqa din vakillari ham bor edi. Har kim o'z tajribasi bilan o'rtoqlashdi. Shunda ustozimiz Imomi Azam hazratlaridan o'rganganlarimizni amalda qo'llagan Abdullohga navbat keldi. U o'ktam ovozda dona-dona gapira boshladi.
Bugun ko'pchilik biror ishga sarmoya kiritmoqchi bo'lsa, yo hammasini, yo asosiy qismini sarflaydi. Bu chuqur o'ylanmagan ish. Aslida 20 dirham puli bor odam 5 dirhamini sarmoya qilishi, 5 dirhamni zaxirada qoldirishi, qolgan 10'ini yangi ishlar uchun olib qo'yishi foydaliroq. Chunki kiritilgan pul miqdori kam bo'lsa, xato qilganingizni bilganingizdanoq ortga qayta olasiz. Yana bir manfaatli ish chiqsa, unga ham sarmoya kirita oladigan pulingiz borligi ustunligingiz bo'ladi. Bir muhim gap. Sarmoyani yo'naltirishning eng to'g'ri yo'li aynan shu, deya olmaymiz. Bu mumkin emas. Chunki bugun xato bo'lib ko'ringan tadbir avval to'g'ri va foyda keltirgan, bugun foydali sarmoya deyilayotgan tutumlar balki avval samarasiz bo'lgandir. Pulingiz yo'q vaqtda keladigan imkoniyatlar ham bor. Shuning uchun doimiy pul jamg'arish yaxshi imkoniyatlarni o'tkazib yubormasligingizga sabab bo'ladi. Sizlarga aytayotganlarim ustozimiz Imom Azam hazratimizning o'gitlari va shaxsiy tajribalaridan hosil bo'lgan ilmlardir. Insonlar butun umr yasholmaydi. Insonlar butun umr ishlolmaydi. Keksayish, kuchsizlanish bor. Shu bois jismoniy va aqliy quvvatingizni tejab, ba'zi ko'zlangan ishlarni bajarishga pullarni ishlatish qulayroq. Chunki joni yo'q narsa keksaymaydi, kasallanmaydi, charchamaydi. Yana tajribadan o'tgan ayrim ishlarni ham aytib o'tsam. Kiritgan sarmoyamiz va bergan yoki olgan qarzlarimiz, qarz ham sarmoya aslida, chunki sadaqadan 18 barobar ko'p savob keltiradi. Halovatimizni o'g'irlaydigan, o'ylarimizni band qiladigan, hatto namoz, oilaviy munosabatlar, qarindosh va do'stlar bilan aloqalargacha salbiy ta'sir qiladigan darajada bo'lmasligi kerak. Bu mushkul vaziyat. Hatto hayot tarzingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Endi tushuntiray. Siz qo'lingizdagi pulning shunday qismini sarmoya qilingki, kunlaringiz odatdagidek o'tsin, kayfiyatingizga juda qattiq ta'sir qilmasin. Shunday miqdor qarz olingki, tez qaytarish imkoniyatingiz bo'lsin va ortiqcha siqilish miyangizni band qilmasin. Shunday qarz beringki, savobini anglagan holda munosabatlarni buzmasin. Sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, farosatingizni ishga solib qaror qabul qiling. Mabodo siz hissiyotga berilib, aytaylik juda sevinib yoki xafa bo'lib turganingizda pul kiritsangiz, kutgan natijangizni ololmaysiz. Undan tashqari, tiniq miya bilan qilgan qarorlaringizni hissiyotga berilib turganingizda qayta ko'rib chiqmang. Sababi bu juda xatarli, hatto rejalaringizni buzib yuborishi mumkin. Qarz olsangiz, hissiyotga berilgan yoki qattiq siqiluvda bo'lgan vaqtda qaror qabul qilmang. Mabodo shunday vaziyatda qarz ko'tarsangiz, ehtiyojingizdan ortiq pul olib yuborishingiz va oqibatda qarzga botib qolishingiz mumkin. Qarz bersangiz, so'rovchining holiga boqing, chunki u odatda juda muhtojligidan qarz oladi. Siz so'rovchining keltirgan sabablariga diqqat qilasiz va ehtiyojini qoplab, u so'ragan muddatdan ko'proq muddat berasiz va shu berilgan vaqt mobaynida qarzingizni so'ramaysiz, va'dangizni buzmaysiz. Pul kerak bo'lganda birinchi sizdan qarz olganlarni yo'qlamang. Boshqa imkoniyat izlang. Mabodo va'dangizni buzadigan bo'lsangiz, qarzdor odam qarindoshingiz bo'lsa qarindoshlikka, do'stingiz bo'lsa do'stlikka, qo'shningiz bo'lsa qo'shnichilikka putur yetib, oraga sovuqchilik tushishi mumkin. Muhim qoida. Pul oldi-berdisi natijasida yuqorida sanab o'tilgan aloqalar buzilib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqida bosh qotirish lozim. Chunki qarindoshlik, do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, aziz ne'matlar. Boy bo'lish yaxshi, ammo atrofingizda yaxshi insonlarning ko'pligi ham juda muhim. Mendan sarmoyani qaysi ishlarga yo'naltirish yaxshi ekanini so'rashingiz mumkin. Javobim esa oddiy. Sizga foyda keltirib turgan tijoratingizga yoki insonlarning muammolarini hal etib,
hayotini yengillashtiradigan ishlarga. Endi mabodo nihoyat biror joyga pul kiritgan bo'lsangiz, sabrli bo'ling. Shunda sekin-asta siz kutgan foydalar kela boshlaydi. Tijorat ilmidan xabardor, halol, tavakkulchi. Tavakkul bilan tavakkalning farqi bor. Tavakkul ishlarning sababini qilib, natijani Alloh taoloning hukmiga topshirish. Tavakkal esa gard kamiga o'ynaydiganlarning ishi. Bo'laylik. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tavsiyalariga amal qilib, sahobalar, ulug'larimiz ko'rsatmalariga rioya qilgan ota-bobolarimizning biror ishi hali kasodga uchraganini ko'rmadik. Yig'ilganlar Abdullohni shunday qiziqish va maroq bilan tinglardiki, ba'zilar pichirlab, koshkiydi shu suhbat tugamasa deyishardi. Men esa u aytganlarining amaliy ifodasini ko'rib kelayotgan hayotimizni o'yladim.